Mashkani masalasi miyamni portlatib yuborgan eng ko'p yozilgan savollarga javob berib o'tib ketaman akalar. Xullas, mashka sizlarni kuzatmayaptimi degan savol. Mashkani temasi kecha yopilib bo'lgan. Video ko'pligi uchun ishtihal qilib bo'lganimizdan keyin biz videoda kichkina qilib turib 2 minut 3 minut qilib turib joylayapmiz. Bu birinchi masala. Kuzatsa ham kuzatmasa ham bizga farqi yo'q, chunki bu ishni biz yopib bo'ldik. Bu birinchi savol. Ikkinchisi, Melisaga bermaysizlarmi degan savol. O'zi kecha biz Melisa bilan ketyaptik. Melisa unamadi. O'zi aslida qonun bo'yicha ham jinoyat tushmasa, kimdir ustidan ariza tushmasa, ular borishga majbur emas ekan, ikkiga mumkin emas ekan, o'zini territoriyasidan uzoq Quva tomonga borishga, Farg'ona joyiga borishga. Bu akalarimiz umuman bilmaymiz. Bu ikkinchi savol. Uchinchisi, mashka nomerini 102 qilsanglar bitta topib beradi deyapsizlar. Akalar, u sizlar o'ylagandan ancha aqlli odam. Uni nomeri, u ishlatayotgan nomer, telefon hech narsasi o'ziniki emas. Hattoki bitta odam orqali ish bitmayapti. Bu sho'pirdan bu sho'pirga, undan bunga polni vodiyda polni biladi u. Qo'rontepada nima bor, bozori qayerda, marhamatda nima bor, boshqa. Xullas, bitta videodan keyin buni temasini yopishimiz kerak. 9-mashkani 9-videodan keyin 9-qismdan keyin mashkani videosi tugashi kerak edi, lekin bitta ikkinchi videolardan keyin menga odamlar aloqaga chiqdi. Buni butun juda katta ish olib borilyapti buni ustida. Bitta men emas, katta rozыskalar istayapti. Buni katta arizalar chunki butun O'zbekistonni qashlatibdi. Meni lichkamni ko'rsataman, 100 ta, 150 ta odam yozdi. Meni ham yasab ketgandi. 50 ta, 60 tadan oshiq odam menga telefon qildi. Xullas kalom, xudo xolasa oz qoldi. Bu oxirgi videosi 9-qism tugash kerak edi, lekin menga o'sha odamlar aloqaga chiqib, buni rasmlari, videolari hamma yo'qni tashladi. Aniq bo'lgandan keyin bu xoramini men betini ko'rsataman. Hozir aniq bo'lmagan, tasdiqlamagan xabarni kimdir noto'g'ri bo'lib chiqib olmasligi uchun qo'ymay turibman. Chunki javobgarlik meni bo'ynimda qolib ketishi mumkin, akalar. Lekin rasmlari, pasportlari hamma yo'qlari tashalgan. Ikkita odam shubhada turibdi. Ikkosidan bittasi ovoz, bittasiga tortyapti, lekin pasport unga to'g'ri kelmayapti. Qayerdaligini qisqacha qilib aytaman, akalar. Bu xoramini tug'ilgan yili 1987, 88, 89-yillar arafida tug'ilgan. Pasporti bo'yicha qidirilganda 3 ta joydan propiska chiqyapti. Birinchisi Farg'onadan, ikkinchisi Andijon marhamat, uchinchisi Andijon shaharida o'zidan chiqyapti. Xudo xolasa aniq ma'lumotlarda 9-qism biz ishimiz tugagandan keyin bu xoramini ishlari roziskalar yopib, ishlar tasdiqlangandan keyin inshaalloh ichki ishlar buni ishini hal qilgandan keyin men albatta yuzini ko'rsataman buni. Ungacha javobgarlikni bo'ynimga olishni xohlamayman. Ichki ishlar qattiq shug'ullanyapti. Bu keyin bitta odam emas bu. 5-6 kishi qilyapti. To'liq ma'lumotlarni akalar 9-qismdan keyin men sizlarga aytib o'tib ketaman. Albatta xudo xolasa rasm yuzini ham ko'rsataman. Va yana bitta narsa akalar, bunga pul bergan, buni otilib qo'ygan odamlar haqida bitta narsa aytaman. Pulinglar ololmaysizlar, 100% ololmaysizlar akalar. Chunki buni ishi firibgarlik 167 ekan. Sizlar primoy bu bilan gaplashmaganinglar uchun primoy sizlarning qo'lingizdan narsa olmagan, cheris hamma yoqqa kranik qilib turib, sho'pirlar, taksistlarni kranik qilib yuborgan bu. Shuning uchun pulinglarni ololmaysizlar. Bu videolar nima uchun chiqyapti deydiganlarga, bu videolar akalar keyingi odamlar ogoh bo'lishligi uchun chiqyapti. Xudo xolasa rasman tasdiqlansa, men bu itbasharani yuzini ham ochaman. O'zi yuzi yo'q edi. O'sha odamlar menga tashlab berishdi. 2-3 ta odamlar konkretni gaplashib, ishlar aniq bo'lgandan keyin aniq men bu xoramini yuzini ko'rsataman sizlargacha. Aniq qilib olaylik, 90% xudo xolasa aniq bo'ldi.